Əmdi yaxşı boldu Marko. Köңlüň bək yaxşıcımı? Yaxşı bola ekense. Fakat özünü oylaydıganlar İtaliyaliklerinin cesaretlik ikenligini körüp koysun. Apsığı köyünüp izdigen balı üçün yani 600 kilometre yol mansım o yak demeslik gerek. Bundak işler kemden kem uçuraydı Cumhur Hepino efendim. Eğer birer at harosu boğan bolsa oyun kuyuş bilen dem elişka tekimi eplik bolattı. Men sırtqı çıkıp geley. Dada. U belkim Boran tağı berişinin tayarlığını kılıbası gerek. Yanılı silahını avarqımığınım tüzük. Meni de Boran kağbamağla 20 gün mağıdığan gep. Onun üstüge ağır mı yok. Rastın eysam silahını körüp işencim heli açtı. Özüm baray. Bırak Fisk efendim meni dükkan işiltişki koşuldu. Rast koşuldu. Hiç kısı yok. Dadam bir amal kıla. O seferge çıkışını yaxşı gördüğün adam. Şundak mı ade? Yok, yanıla silahını avarqımay. Onun üstüge Hapino efendim akşam köprek içip koydu. Şunu o... Fiolina. Hey, Fiolina! Concetto! Bu harvu karala kandagıraqken. Onu oldarak yazsak 600 kilometre yolunu biz Borankağı berişti gap yok. Biraz remote kısak andın. Harvunun yiniga İtalya boyunca danlı Hapino yağış konçak ömü gidip yazsak bu oldu. Bugün hila avar bolduğuna da kılımız. Kandagıraq Fiolina. Hapino efendim. Fiolina, mang atigalek tamak ipoydang mo bala, ha? Fisk dağa. Anlasam Boranka yakından bir yan avatlışıp getipdi. Kent kündün künge kengeyip etipdi, şundak mı? Toğra, aslida harbiylarning istiqomlari bor deb anglagan. Lekin hozir janubiy taraf Argentinaning yangi ichilayotgan zimini bo'lib qoldi. Anlasam u yerda ko'milib yotgan toz bek ko'pkan, shundak mı? Shundoq.
Tuz, göçni tuzlap saqlashda bək zörür. Tuzçuluq bağansır tərəqqi qılıdı təxi. Bizga o'xshash san'atchilarni u yerda qarshi oladi deydi. Shundaqmi Fisk tag'a? To'g'ri, Borankal emas, yo'l ustidagi kent, dehqonchilik maydonlarining hammasi qarshi oladi. Bu yerlarda odatda hech narsani ko'gili bo'lmaydi. Qandaq anlagansizlar Konjito? Dada, siz bu geplarni nereden aldınız? Mening quloqim pek uzun. Men tekshirib ondan bu at arusini oldim. Ish qilganda pishiq qilish kerak. To'g'ri emasmi? Plan bo'lish kerak. Plan. Marko, sening bu yerda yana qiladigan ishing bormi? Yani ko'chmanlar idorasiga bir berib kelay. Ko'chmanlar idorasi? Tunugin borgan emasmiding? Hech ishga asqatmisa ya. Ular bugun meni yani kel degandi. Ish qilib ulardan ancha umid kutib ketmagin, Bu Bag'in kas berib, biror narsa topalishingni umid qilaman. Berib. men tez berib kelay, kelib sizga yordamlashma. Undaq bo'lsa yaxshi. Joletta, Amidiyoga yaxshi qarang. Hoy. Bu haruvni qaragan sari beshim qaytyapti. Mayli tugashgan haruv bo'lsa-mu, ichi bilan chaqini yaxshiroq yasashimiz kerak. Lekin nerede bunu yasıqdek pulumuz bo'lsin? Xotirjam bo'l Konjito. Bizning burun uchirgan qiyinchiliklarimiz azmitdi. Bizning hozir kelgusimiz parlaq. Men butun shaharni zilzil keltiradigan bir plan o'ylayapman. Bir qitimliq rasmiy cho'ng o'yin qo'yayli deyman. Resmi oyun? Shundaq. Hozir Amidiyo'mi keldi. Mening planim cho'qim amalga oshdi. Sizlar xotirjam bo'linglar. Xotirjam bo'linglar bolarim. Xo'jayin, mening siz bilan maslahatlashadigan biroz ishim bor edi. Maslahatlashadigan, siz bekor yotma demoqchimi? Yo'q, nimalarni o'ylab yursiz xo'jayin? Jiqroq pul topqingiz bormi deb so'rab baqmoqchidim. Shundaq. Pul? To'g'ri aytdingiz. Men Borkaga kelgan hamma odamni sizning do'koningizga yig'ib, sodingizni texmi yurishtirib etay deyman. Nada undaq oson ish borki. Men Xopinoning bunchalik qobiliyati yo'qmi? Men Italiyada ana shunday qilgan. Bugun kech soat 7da Xopino yog'ochqonchoq teatri o'miga Fisk xo'jayinning do'konida tunji qitimliq rasmiy o'yinni qo'ydi. O'yin qo'yishga Italiya bo'yicha birinchi darajalik cho'lpon Konjito va Fiolina. Qanday xo'jayin? Mushundaq atoqli artistlar qatnashsimi? Rozi bo'lmaysiz? Bo'lmaydi. Men bundaq ishni qilib boqmagan. 4 6 bo'yicha bo'lishimiz. Nima? Men 6, siz 4 shundaqmi? Yo'q, almashtiring. Bundaq sodini men qilmayman. Oiranno yogoretta odoringutsu oiranga odoreba dobodobodon. 私の綺麗な胸飾り私が踊ればトレリラレロン Yaxshi. Andaqda men 6, siz 4 ulish qaldaq. Yo'q, tang yerimdan bo'lishaylik qandaq. Bo'ladi, shundaq yaxshi. Amsa temirchining do'koniga berib kelaylik. Chu! Keldik. Bu haru çataqkan emasmi? Yaxshimisiz temirchi usta? Atni taqilab haruning chaqini yasab bersangiz. Bugun bir amal qilsangiz bo'lmaydi. Biz Borankaga boradiq. Orliq 600 kilometr keladi, buni bilasiz. Nima? 600 kilometr musharu bilanmi? Shuni yasab qilib keldim. Harbi ishini remont qilish kerak. Taxtaydin yana berib turasiz. To'g'ri, yana material saymanmi berib turing. Konjito, sen berib kashda ishlatadigan yog'och qo'nchoqlarni tayyorlashtir. Juliettani ag'ashgat. Men Fiolina bilan ishlagash turay. Nima qarab tursiz? Tez saymonlarni akiring, tez.
Yaxşımsınız efendim. Apamның xəbərini ala aldınızmı? Elqi Anna Roshi. Oh, bildim. Heliqi Anna Roshi. Hey. Şuncha izdepmi tapamadım. Asta. Amanda qilaylik, yana 2-3 kundan keyin kelib baqqin, a? Bo'lmaydi. Bugun cho'qim tepishimiz kerak. Tushunaman, lekin bundaq ishlarga vaqt ketadi-da. Agar bugun topolmasangiz, Borankaga berishimga to'g'ri keldi, uqdingizmi? Nima? Borankaga yip uchi topdingmi, bolam? Bu Bək yaxşı bo'pti. Bək yaxşı bo'pti. Bu yerda saqlab vergan bilan bo'lmaydi-da, a? lekin opam yanılı boyunuz ayrısı bo'lib qolsa, shu sizlardan o'tinib qolay, yana bir izlab baqqan bo'lsanglar. Bay dedim-ku, buningga vaqt ketadi deb. Ras, sen İtaliya elchixonasiga berib surishtirib ko'rsan qandaq? İtaliya elchixonasi? Biz baribir shu yerga berib ahvol egallaymiz. Sen berib elchixonaning ko'chmanlar bo'limidan surishtirsang tezroq bo'ladi. Tunaga shundaq desanglar bo'lmasmidi? Marco Roshi degan senmi? Shundaq. Genayadagi Bertolo sening. Mening dadam bo'ladi. Ha, dal shundaqkan. U xat yezib bizning surishtirishimizni talab qilgan. Dadamdan xat kelibdimi? Dadamdan xat ekan. Ne dedingiz-chu? Kechirgin, texchi aniqlayamidik. Bu Francisco Merlinimi tanıyman. O vayron bo'lgandan keyin qochib yurdi. Borankaga ketgan bo'lishi mumkin. Uning qarzi ko'p. Shunga u o'zini ma'lum qilmaydi. men birisining uni Borankat ko'rganligini anglagandim. Shundaqmi? Undaq bo'lishi mumkin. U yer yangi ichilayotgan joy. Yaqinda u yerga borgan italiyaliklar oz emas. Agar Francisco Merli u yerda bo'lsa, sening opang shu yerda bo'lishi mumkin. Shundaq. Cho'qim shu yerda. Men atil Borankaga boraman. O'zing yolg'izmi? Yo'q. Bir necha do'stlarim bilan birga boraman. Rahmat sizga. Men ketdim. Qilinaroq taqtaydim birni be. Men qaytib keldim. Yasab bo'lay debsizlar-da? Xeyli tez qaytib kelibsiz-ku. İşiniz qandaq bo'ldi? Elchixonadagilarmi Borankada bo'lishi mumkin deydi. Borankada. Bizning nishonimiz aniq bo'ldi, ha? Elchixonadagilar dadamdan kelgan xatni topshirib olibdi. Elchixona? Bu xatni cho'qim opam topa olayman. Cho'qim. Qaranglar, nima degan chiroylik yasalgan, ha? Bek chiroyli bo'pti. Bizning Xapino yog'och qo'nchoq o'migining atarvosi Argentinaga bahor ilib keladi. Yaylaqni to'g'risiga kesib o'tib, san'atgullarni ichildiradigan Italiya san'atkori Xapino.
Bizning ismimiz, bizning ismimiz, Fiolina. Oh. Ha, bundaq tez yaşlı pula dep oylamaptı men. Qo'linglardan haqiqatan ish keladiga ko'p haqamayman. 20 piso bersanglarli bo'ldi. Ishlatgan yog'och materialim shuning ichida. Siz fizik qavaxansini bilamsiz, Ha, albatta bilaman. Bizning Xapino yog'och qo'nchoq o'ymagimiz bugun kechda u yerda tunji qitim rasmiy o'yin qo'yildi. Tangdish yo'q yog'och qo'nchoq o'yini. Nima? Yog'och qo'choq o'yini? Men sizni bugun kechda pulsiz kutishni qaror qildim. Siz qandaq, Pulsiz? Meni pulsiz kutamsiz? To'g'ri. Qadam tashrif qila olamsiz. Ha, albatta, cho'qim boraman apandim. Eng yaxshi ustal, oppoq dasturxon, oliy darajalik uzum arg'i. Bunda hozir halovatni siz 20 peso'g'im topolmaysiz. Lekin biz degan yaxshi do'st bo'lib qoldik. Pul degan kichik narsa. Yetishmaganni men Xapinoning sizni mehmonxonada bo'lib qolsin, Shundaq mening mehmonxonam bo'lib qolsin. Marko, Fiolina biz mang'ayli kechda borasiz amsa, Bu Laflata daryası yaqsidiki Borkada turayotgan cho'ng kichik yurtdoshlar. Biz Yiroq Italiyadan yo'lga chiqib, yeshil o'tir dengizdan halqib, ekvatorning to'miz isig'iga qaramay safar qilib bu yerga keldik. Bugun tunji qitim rasmiy o'yin qo'yamiz. O'yin ko'rsatuvchilar dangliq naqshi Conjito, qo'nchoq o'yintish ustasi Fiolina, yana talantli maymun podshosi Amedio Lava. Bugungi soat 7da fizik qavaxonasida o'yin qo'yiladi. Dal soat 7da fizik qavaxonasida. Biz tashviq qilayli. Sen numur ko'rsatgin. Qandaq bo'lam Fiolina? Bo'ladi. Shundoq bo'lsin amsa. Ko'pchilik, bugun kech soat 7da fizik qavaxonasida yog'och qo'choq o'yini qo'yildi. Kelib ko'ringlar, fizik qavaxonasida. Mening suyimlik Rokolyorim. Sen mening hayotim, mening yuragim, mening omrig'im. Sizning so'zingiz nima degan she'ri? Mening yuragim ezildi. Agar meni aldisingiz kechirmayman, Jumo. Qandoqmi sizni alday? Bundoq qilmang, men chidayolmadim. Men sizga bekor bo'lgandim. Bartoloni aliylari. Bularning hammasini menga tayyorlaganmi? Bek yaxshi bo'pti. Siz qandoq qilib buni yaxshi ko'rib qoldingiz? Uning kollisi kovdek tursa. Bartoloni aliylari. Onun o'rni, atigi, obro'yi bor, yana pulimi bor. Garchi o'zi satrik bo'lsa-mu, ayollar degan pulga amroq keladi emasmi? Angladingmi, yosh yigit, eng yaxshisi sen. Chattirak tur. Bek yaxshi bo'ldi. Bo'ladigan ish bo'ldi, amal yo'q. Nima degan qo'rqinchliq. Men oxirgi sen bilan ilishiman. Ikki taraf darhol qonliq ilishib tushib ketadi. Bunun qara. Kalender. Endi mening kuchimni bilgansan, Men uni yengolmadim.
Yaxshi! Yaxshi! Bek yaxshi bo'ldi! Bek yaxshi! Bek yaxshi bo'ldi! Bu sizning heliqi o'lishingiz Xapino efendi. Buni ranjimay to'mirchi ustamga olib bersangiz, ha? Hech vaqasi yo'q, lekin sizlarning o'yininglar shuncha ko'p kishini jalb qilib olsa, nemishqa yana Borankaga borsizlar? Rostni aytsam bunchalik muvaffaqiyatli bo'lishini men o'ylab baxmagan. Sizlar u yerga bormasanglar qandaq? Yeydiganinglar, turadigan joyinglar mendan bo'lsin. Dada. Xotirjam bo'l bolam, men degan gapimni yenib olgan odam emas. Buni o'zing bilasan-ku. Dadangning qonlari urg'imoqda. Janobning yengi ichilgan yerda biz cho'qim bugünkidek, to'g'ri, biz bugünkidekla olqishga erishimiz. Bo'ldi, endi yaxshi dam elish kerak. Adat degan turmasak bo'lmaydi. Yo'lga chiqamiz emasmi? Yo'lga chiqamiz. Marko. Fiolina. Xo'jayin sizni avar qildik. Hech qisi yo'q, sizga muvaffaqiyat tilayman. Rahmat. Rahmat Fisk efendim. O'zingizni ko'p asrang. Rahmat. Qaytib kelishingizni qarshi olamiz. Rahmat. Fisk efendim. Xo'sh. Marko oxiri Xapinolar bilan Borankaga qarab yo'l oldi. Sahardala Borkadan ayrilib, nihoyatda tezla ko'z yetkisiz cho'ng o'tloqqa duch keldi. Otarosi bu chorvachilik rayonida tez mangmoqda. Marko bilan Fiolina ikkilisi umrida tunji qitim otarosi safar qilgani uchun hayajonlanmoqda. Dal shu chaqda tuyuqsiz miltiq ovozi anglanadi. Ve ularning oldida bir kishi paydo bo'ldi. Keyingi qitimda yayloqqa safari degan qismini ko'ringlar.